astigmatizm kasalligi, ya'ni ko'zni shoh parda qiyshiqligi boshqa joylariga nisbatan ham ko'proq uchraydi. Bunaqa katta astigmatizmlar 6, 7, 8 ham plus ham minus bo'lgan holatlarni ko'p uchratamiz. Bolalarni yoki kattalarni bilish mumkin. Bemor taqolmaydi ochkini. Juda ko'nikolmaydi. Masalan, men retsept olib ketadi, bir joyda borib turib, arzon bir oynasini qo'ydiradi. Keyin kelib o'tiradi, 3 oydan keyin keladi. Ko'ribsizki, 3 oy bola noto'g'ri ko'zoynak taqqan. Ba'zida yuqori minuslar astigmatizm bilan birga keladi. Bunaqa bemorlar menda ko'p. Masalan, -10 va silindri -3, -4 silindr. Bunaqa holatda ham oddiy gavhar qo'yib bo'lmaydi. Bunga ham torik gavharlar qo'yiladi. Ko'pincha o'zini gavharni olmasdan qo'shimcha torik ICL'lar qo'yish muolajasini qilamiz va Assalomu alaykum azizlar. Yana siz bilan astigmatizm haqida gaplashamiz. Nega? Chunki astigmatizm bizda juda ko'p. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, mana shu O'rta Osiyoda astigmatizm kasalligi, ya'ni ko'zni shoh parda qiyshiqligi boshqa joylariga nisbatan ham ko'proq uchraydi. Yaqinda Ilya Vasilyevich Bogush ustozimiz keldilar Novosibirskdan. Bizdagi astigmatizm holatlarini ko'rib, ular aytadi, men o'zi anchadan beri bunaqangi katta astigmatizmlarni uchratmayman, kam uchraydi deb. Bizda bo'lsa turli tumani bor. Kecha chorshanba kuni 8 silindrlik bemorni operatsiya qildik. Operatsiya juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. 7 silindrini operatsiya paytida oldik. Bu juda katta muvaffaqiyat, chunki bemor ancha yaxshi ko'rdi va xursand bo'lib ketdi. Birinchi kundan hali. Bunaqa katta astigmatizmlar 6, 7, 8 ham plus ham minus bo'lgan holatlarni ko'p uchratamiz. Seshanba kuni ham doktor Polikovda +4 ga -6 astigmat oldi adashmasam. Bu juda katta astigmat. Bir ko'zida -1 astigmat, bittasida +4 ga -6 astigmat. Ya'ni bu juda ko'zni oynasi juda qiyshayib ketgan holat. Bizda qovoqlarimiz tuzilishi shunaqaki, juda ko'pchiliklarda o'sha bodom qovoqlik bo'ladi yoki ko'zda qisilgan ko'zlar bo'ladi. Xuddi mana bu Xitoyda, Koreyada ko'p bo'lgandek, bizda ham bu kasallik ko'p uchraydi. Ya'ni qovoq ko'zni qisadi, ko'zni ustini shoh pardani qiyshiq qilib, sekin-sekin ko'zda oynasi yillar mobaynida o'sha qiyshiq holatda o'zini ko'rsatadi. Ba'zida tug'ilgandayoq qovoqlarning holatini ko'rib turib, bu bolada shu astigmatizm bor-ku deb o'ylaysiz. Keyin bir 2-3 yosh bo'lganlardan keyin doktorga borsa, haqiqatan ko'zda astigmatizm chiqadi. Qovoqning shakli shunaqa bo'lib turib, ko'zni astigmatizm kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu eng ko'p uchraydi. Undan tashqari tug'ma holatlar ham bor. Ya'ni otasida yo onasida yo qarindoshlarida bo'lgan holatlarda farzandlarda ham uchragan holatlarni uchratib turamiz. Undan tashqari astigmatizmlar orttirilgan ham bo'ladi. Masalanki, ko'zga qanaqadir jarohatlardan keyin, nimadardir ko'zga kirgandan keyin, qanaqadir ko'zdagi yaralardan keyin, ko'zdagi har xil shamollash kasalliklaridan keyin, katarakta operatsiyasidan keyin va bu kasalliklar sekin-sekinlik bilan astigmatizm o'zini ko'rsatib va sekin-sekin ko'zni xiraligini ko'paytiraveradi. Bemorlar ko'pchiligi shikoyat qiladi, men yaxshi ko'rmayman, o'qishga ham qiynalaman, uzoqqa ham qiynalaman. Ayniqsa kechasi kechqurun bo'lganda hamma mashina haydaganda hamma o'ydim chuqur yo'ldagi chuqurlarda hammasini sanab o'taman deydi-da, o'shanday qilib kelib qoladi. Yoki aytadi, meni juda ko'p boshim og'riydi deydi. Boshimdan lechini oldim, ko'zimdanmikan deb nevropatolog jo'natdi. Tekshirasizki astigmatizm. Endi uni nevropatolog davolashda hojat yo'q, chunki astigmatizmda agar to'g'ri korreksiya qilinsa, bu bosh og'riqlar ham yo'qoladi. Biz ba'zida lazerdan keyin so'rayman men bemordan, sizda ko'rishingiz emas, boshingiz qanday? Aytadi, boshim yaxshi bo'ldi, yengil bo'ldi. Chunki astigmatizm oyna qiyshiq. Qaradingizki, ko'zingiz boshingizga og'riq beraveradi. Ya'ni o'qisa ham shu, uzoqqa qarasa ham shu,
hamma nima qilsa ham har doim o'sha og'riq berib turaveradi. Ko'zni yumgan holatda faqatgina ko'z tinch turadi xolos. Ya'ni u astigmatizm shunaqa tomoni bor. Ba'zi astigmatizmlar bildirmaydi. Ya'ni masalan ko'zda -2 bor va bir paytlar bir 70-80 yoshda katarakta bilan kelib qolgan paytida ko'zingizda astigmatizm bor ekansa, bo'laman-da, hech qanday narsa yo'q. Avval ko'zim yaxshi ko'rgan deb aytadi. Va chunki astigmatizmda 170, 180, 10 graduslik astigmatizmlar ko'p bezovta qilmaydi. Agarki sizda 90 graduslik astigmatizm bo'lsa, 0,5 minus bo'lsa ham siz aniq bu xira ko'rishingiz tabiiy bo'ladi. Astigmatizmlarni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Bolaga qarab yoki kattalarga qarab ko'zini siqib qarashdan bilsangiz bo'ladi. Xuddi miopiyaga o'xshab bunday qilib qarab turib, yo bunday yonbosh bilan qarab turib, ko'zni qisib qaragan holatda ko'zda yaxshiroq ko'rayotganini bemor sezadi. Va ikkinchisi bu televizorda yoki doskani yoniga borib qarashdan bolalarni yoki kattalarni bilish mumkin. Uchinchisi o'sha juda ko'p bosh og'rishi, juda ko'p kechqurunlari xira ko'rishi, bemor o'zini noxush his qila boshlaydi. Bemorga o'shanaqa holatda demak to'g'ri avtoreflarni to'g'ri qilib aniqlashga to'g'ri keladi. O'sha bizda o'sha avtoref degan narsa bilan aniqlaymiz. Hozir buni turli-tuman turlari bor. Bu как shpargalkadek gap. Avtoref. Lekin o'shanga qarab turibgina oyna qo'yish bu xato hisoblanadi. Uni ko'zga ochkini tushishini hisobga olib, ko'zdagi graduslarini o'ynashiga qarab turib, yosh plyonkasiga qarab turib, astigmatizmlarda ochki tanlash kerak bo'ladi. Ba'zida -2 astigmat chiqib turadi avtorefda, lekin siz 2,5 yoki 3 berasiz. Ba'zida shohparda qiyshiqligi hisobiga ko'z xira bo'ladi. Ba'zida gavhar qiyshiqligi hisobiga, ya'ni xrustalikov astigmatizm hisobiga ko'z xira ko'radi. Biz buni aniqlab, to'g'ri ko'zoynak beramiz. Baland silindrlik astigmatizmliklarni bolalar ko'tarish mumkin, lekin kattalar ko'tara olmaydi ko'pchiligi. Agar yoshligidan o'rganmagan bo'lsa. Amerikacha berish bor. Amerikada qancha apparatda chiqsa o'shani qo'yadi-da, shuni yozib beradi. Masalan, +0,5 ga -4 silindr chiqdimi yoki 0,5 ga -4 chiqdimi, o'shani yozib beradi. Chunki sug'urtalanganda, sug'urta juda qattiq ishlaydi. Chiqqanini yozib beradi-da, doktor o'zidan soqit qiladi. Lekin bu xato bu. Bemor taqolmaydi ochkini. Juda ko'nikolmaydi. Masalan, men juda ko'p bemorlarim bor. Amerikada yashaydi, dam olish paytlarida keladi, ochkilarini tekshirtiradi. Vidimo yo'da ham tekshirish qimmat, ham ochkilari qimmat turadi. Yoki ota-onalarini olib kelib qoladi shunaqangi astigmatizmlar bilan. Ochkilarini ko'rsangiz shunaqangi antiqa ochkilar. Retseptini, tekshirish qog'ozini ko'rsangiz, apparatda chiqqan narsani berib qo'yishadi. Bu xato bu. Taqolmaydi ko'pchiligi, men deydi, umuman taqolmadim ochkisini deb keladi. Ayniqsa Samarqandga borganimizda ko'p ko'raman, chunki juda ko'p samarqandliklar green karta bilan, har xil yo'llar bilan Amerikaga ketishgan. Hozirda u yoqda faoliyat yuritishadi. Lekin shu bir dam olishga kelganlarda, shu doktorlarga kirganda kelib ko'zlarini ko'rsatadi. Ko'rib turib aytaman, bu Amerikacha tanlash. Bu tanlashmas, o'sha borini, apparatda borini qo'yib qo'yishadi xolos. Ko'tarasizmi, ko'tarmaysizmi, bosh og'riydimi ochkida, taqolasizmi, bu ularga farq emas. Asosiysi apparatda qo'ygan to'g'ri qo'yib berdi, o'zidan soqit qildi. Unday emas. Azizlar, astigmatizmda to'g'ri ko'zoynak tanlash bu katta ahamiyatga ega. Yoshlikdan iloji boricha to'g'ri ko'zoynak tanlab, yoshlikdan ko'zni o'rgatib borishga to'g'ri keladi. Biz juda ko'p bora tayinlaymiz. Shuncha tekshiruvdan o'tdi, ochkini xato yasatadi. Retsept olib ketadi, bir joyda borib turib, arzon bir oynasini qo'ydiradi-da, keyin kelib o'tiradi, 3 oydan keyin keladi. Ko'ribsizki, 3 oy bola noto'g'ri ko'zoynak taqqan. Graduslari xato, sentrovkasi xato.
Keyin aytdim, odam 3 oy bola bilmaydi-ku. O'shaning uchun sifatli ko'zoynak tanlash kerak. Men ko'pincha aytaman, ochkini tanlating, tanlagandan keyin olib kiring, ko'rayin. Tanlagandan keyin men apparatga yuboraman ochkini o'zini. Sentrini tekshirtiraman, gradusini tekshirtiraman. To'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki bola bo'lsa sezmaydi, katta bo'lsa sezadi. Ba'zi holatlarda markazini noto'g'ri yasagan bo'ladi. Bu ham ko'zga nagruzka qilaveradi. Agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, albatta siz izohlarda yozib keting. Bu albatta bemorlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Agarki boshingiz moslashmayapti ochkiga, bunda ochkiga 1 hafta, 2 hafta sekin-sekinlik bilan 1 oygacha o'zi moslashib ketish kerak ko'pchilikda. Agar moslashmasa, unda siz uni oynasini sal pastroq oynaga o'zgartirishingiz to'g'ri keladi. O'zi eng yaxshi astigmatizmda nima? Agar shohparda qalin bo'lsa, bunda femtolis qilishga yetmaydi. Hozir Vizumax 800 degan apparat keldi, Toshkentda birinchisini qo'ydik biz. Bu apparat bilan astigmatizmni to'liq korreksiya qilib, ochkisiz yaxshi ko'radigan qilsa bo'ladi. Lekin buning uchun siz 17-18 yoshdan baland bo'lishingiz kerak. Agarki bir ko'zda bo'ladigan bo'lsa, smeshin astigmatizm bo'lsa, ham plus ham minus bo'lsa, buni biz 15, 16, 14 yoshlarda ham qilishimiz mumkin albatta. Yoki ikkita ko'zda ham smeshin astigmatizm bo'lsa, lekin ham miopiya, ham astigmatizm bo'lgan holatlarda iloji boricha biz 18 yoshda kutamiz to shohparda shakllanib olishini. Farg'onada Vizumax 500 apparat qo'ydik. Bu ham vodiy uchun yaxshi bo'ldi, chunki na Farg'ona, na Andijon, na Namanganda o'sha Vizumax, ya'ni Germaniyani Vizumax 500 apparati yo'q. Buni birinchi borib qo'ydik va buni hozir Smile operatsiya, Relax Smile operatsiyasi va femtolisk operatsiyalarni astigmatizm holatlarida Farg'onada qilib kelyapmiz. Har hafta boramiz, har hafta doktorlarimiz borishadi va o'sha amaliyotni qilamiz. Toshkentda bo'lsa Vizumax 800 apparati, bu endi eng oxirgi apparat. Butun dunyoda o'shani qo'ydik va astigmatizmlarni davolashda, korreksiya qilishda biz faol ishtirok etyapmiz. Ba'zi holatlarda ko'raman, bir varaq qog'oz bilan kelar oldimga. Shu lichenni qildim, yordam bermadi. Shu fiz lichenlarni qildim, yordam bermadi dedi. Astigmatizmda lichen yordam bermaydi azizlar. Uni siz vaqtni yo'qotasiz, pulingizni yo'qotasiz. U vitaminlar, qanaqadir quvvatni oshiradigan dorilar albatta astigmatizmda sizga yordam bermaydi. Agar shunaqangi holat sizda bo'lsa, ota-onangizda bo'lsa, albatta ko'z nuri klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yosh katta odamlarda ham astigmatizm operatsiya qilinadi, albatta qilinadi. Astigmatizmda agar katarakta bo'lsa, biz torik gavharlar qo'yamiz, ya'ni qiyshiq gavharlar qo'yamiz. Ba'zida gavharni qiyshig'ini qo'ymasdan, odatdagidek hammaga qo'yiladigan gavhardan qo'yib, masalan, uzoq yaqinni ko'radigan, bundan keyin bir 3 oy o'tgandan keyin astigmatizmni lazer bilan ham olishni yo'llari bo'ladi. 2 etapli ish. Yoki bitta etapda o'zida astigmatik, ya'ni torik gavharlar qo'yishni ham qilamiz. Ba'zida yuqori minuslar astigmatizmdan birga keladi. Bunaqa bemorlar menda ko'p. Masalan, -10 va silindri -3, -4 silindr. Bunaqa holatda ham oddiy gavhar qo'yib bo'lmaydi. Bunga ham torik gavharlar qo'yiladi. Ko'pincha o'zini gavharni olmasdan qo'shimcha torik ICL'lar qo'yish muolajasini qilamiz va bemorda ko'rishni tiklab beramiz. Ba'zida juda yuqori astigmatizmlarni 2 etapda lazerni korreksiya qilish yoki 2 etapda birinchi ICL qo'yib, keyin lazer qilish yoki 2 etapda birinchi gavharni almashtirib, keyin lazer qilish amaliyotlarini ham biz amalga oshiramiz. Ba'zida kelib qoladi, qayerdadir katarakta operatsiyasi qildirgan gavharni almashtirganda qanaqadir minus plus astigmatizm qolib ketgan. Bir doktorlar o'zlari olib kelib qolishadi ba'zida. Operatsiya qildik, bemor norozi bo'lyapti, mana ko'zida astigmatizm bor, shuni olib ber deydi. Keladi, lazerni qilib beramiz. Bemor shifo topib, xursand bo'lib ketadi, ochkidan xalos bo'ladi. Hamma ham ochkida qolmaydi. Astigmatizmda ba'zilar yoshligidan taqmagan bo'lsa, umuman ochkiga moslasha olmaydi. Albatta ular bizga ko'z nuri klinikasiga murojaat qilishsin, biz unga yordam qilishga harakat qilamiz azizlar. Ko'zingizda
siqib qarash bormi, astigmatizm bormi, klinikaga keling. Biz sizga yordam qilishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha azizlar. Savollaringiz bo'lsa direktga yozib qoldiring. Kommentariyada yozing, klass bosing va ko'proq odam astigmatizm haqida ma'lumotga ega bo'lsin. Sog' bo'ling.